Salom hammaga, sizlar bilan men Rayo. Bugungi videoda biz nima qilishimizni hozir ko'rasiz. Mana 10 ta varden adashmasam, bu yoqda 50 ta temir golemlarga qarshi urushishadi hozir. Mana yo'lni ochib qo'ysam, vardenlar urushga juda ham o'ch. Golemlarda umidim katta, chunki ular 50 ta. Doim golemlar tarafda bo'lganman. Talpani ichiga qo'shilib, vardenlar yutadiganga o'xshaydi shunda ham. Chunki ularni kamayotganini ko'rmayapman nimagadir. Yerda temirlar sochilyapti. Davay. Menimcha umidim qolmadi. Mana bu ikkalasi bu yoqda sayr qilib yuribdi. Bu yoqda bular jang qilyapti. Ulgurmadim. Unga temir bermoqchi edim. Sen ham bor. Do'stingga yordamlash. Mana buni qara, o'zi o'lib ketib bo'libdi, bor. Endi sen bor. Buni nimadir qilib olib borish kerak bu yoqqa. Nimaga vardenlar ovozini eshitmayapti? Bor. Ana ko'rdi. Bitta o'zi hammasini yengib olsa. Bittasini o'ldirib qo'ydi. Lekin menimcha mana vardenlar yutdi. 1 2 3 4 5 6 7 ta qolishibdi vardenlar. Artiga 3 tasini o'ldira olishibdi xolos. Nahotki 50 ta bo'lib turib. Mayli. Bugungi video shundan iborat edi. Videoga like bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'ling, chunki keyingi videoda men 20 ta nezerit golemga qarshi mana shu 10 ta vardenni urushtiraman. Bo'ldi.